Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Bugungi juma yomlari barchamizga birday muborak bo'lsin. Inshaalloh Allohning nurlari va barakalari yog'iladigan kundamiz azizlar. Duo qilinglar. Fransiyani Xudo xolasa inshaalloh tark etib, oldimizda Italiya turibdi. O'sha Fransiya bilan Italiyani bog'lab turuvchi tunnel bor. Mont Blanc. O'sha tunnel qayta rekonstruksiya ochildi. O'sha tunneldan birinchi marta o'tamiz. Xudo xolasa yana bir 20 kilometrdan keyin tunnelga qarab inshaalloh kirib boramiz. O'sha tunneldan o'tib Italiyaga o'tib ketamiz. Qor. O'zbekistonda ham qor yoqqan. Kecha bir 2 kun video qila olmadik azizlar. Sababi o'sha Qobuljon o'g'limizni ko'rib, kayfiyatlarimiz juda buzilib, juda bir tushkun holatda bo'ldik. O'shaning uchun muxlislarimiz ham yozib chiqishdi Abdurahmon aka. Reaksiya bildirmaysizmi deb bildirmadim. Sabab o'zimiz yog'imizga o'zimiz qovurilayotgan payt kerak emas edi. Hamma har xil tushunishi mumkin. O'zbekiston, Tojikiston blogerlari juda ko'p videolar qilishda, reaksiyalar bildirishda o'shaning o'zi yetadi. Bizaniki ortiqchalik qiladi. Shuning uchun reaksiya bildirmadik, hech qanaqangi gapirmadik. Mana endi bugun sal bo'lsa ham o'zimizga kelgan holda gapirib o'tamiz. Alloh kifoya qilsin unaqalarga. Qobuljon o'g'limiz inshaalloh Xudo xolasa Uhud tog'iga ketdi. Ibrohim Halillohning oldiga. Ana shu Uhud tog'ida bo'ladi inshaalloh. Va qiyomatda ana shu yaramas cho'chqaxo'r Timofeyni yoqasidan tortib Allohning oldiga olib keladi va xunini so'raydi. Allohim ularni kelgan abadiy do'zaxda yoqadi. Qasddan odam o'ldirganligi uchun. Barchaga yaxshi kayfiyat. Bugungi juma yom barchangizga muborak bo'lsin azizlar. Yaxshi kayfiyatda ish boshladik Xudo xolasa. 2 kun juda og'ir bo'ldi. Juda og'ir bo'ldi. Hazm qilishimiz juda qiyin bo'ldi azizlar. Inson haq-huquqi himoya qilingan mamlakatga kelib ishlash kerak. Rossiyada yurgan azizlar, Yevropaga harakat qilinglar. Qo'yinglar endi bu. Bu joylar o'sha bo'ldi o'sha. Bizni bolalarimizni o'sha qatl qilishga o'tdi haromlar. Alloh bularga kifoya qilsin. Siz bilan ishi ham yo'q bular. Hammasi o'zi bilan o'zi ovora. Inson haq-huquq himoya qilingan mamlakat. Barchaga yaxshi kayfiyat. Juma yomilari barchalarga birday muborak bo'lsin. Allohning nurlari va barakalari yog'sin inshaalloh. Assalomu alaykum va